Captiva Kızılka dolara 2012 yılda işlep çıkarılgan Captiva'mız bu. İkinci pozisiya benimce. Mexanika korobka. Yürüyen probegi 100 mingni yürüyen. Kraskalarni o'zlaringiz tekshirtirib olaverasizlar. Egasi bilmaydi u. Avtomat korobka ekan, kechirasizlar, mexanika emas, avtomat ekan. 3lik motor. Hozir motorlarni ochib ko'ramiz. Salon holatlari. Chiroyli bo'lib turibdi. Arkasi ochilmadi. Bilan ochiladi o'xshaydi. Propallari bor. Mashinani hamma sidinasi qo'yilgan. 7 odam mindirib falan yere ketaverasiz o'zingiz bilan birgalikda. 3lik motor. Alıp hazzetip minaman desangizda. Bahasam arzon. Qarang, mashina hech yerinde aybi yo'q, hozir yoqib ko'rsataman. Bahası 96 milyon so'm. Lekin kraskasini shu boshqadan bo'yalgan bo'lishi kerak devadilar. Qaraga. Udar avariya hech tav yo'q lekin. Inak. В общем, tep-tekiz tuttu motorlarım. Yine gülüştü. Hele hazı yandı. Gelip görüp bemalol alaversiniz de boladı. 96 milyon so'ma Captiva hemen de sizde. Göz yaşım siken artaman. Ay taman ay taman ay taman. Dünya yükün öndeyim. Ay taman artaman artaman artaman. Mesela geleverasizda yine Captiva'mız 96 milyon so'ma. Üstündeki nakpul bo'ladigan bo'lsa 1 so'm yarım so'm gelişmem beraber. Gap bo'lishim kelamaz. Gelavenglar Captiva'nın zo'ridan geldi xudo xolasa. Do'stlar, muhtan namoz kerak bo'ladigan bo'lsa yana 1 2 3 4 5 6 7 dana namoz bor. Gelib o'zlaringiz seylab olib ketaverasizlar. Xaloningizni. Xolasangizni arzonlar ham bor, xolasangizni qimmatlar ham. Xullas kelam 30 milyonmi? 34 milyon so'mdan boshlanadi. 74 milyonacha damozlar bor. Shundan qimmatı yo'q. Gelip hamma narsasi metani, 4 yumshoq baloni shumkalaridan tayyor. Bemalol gelip hazatib minib seylab olishingiz mumkin. Yine misal uchun 2023 yil 26 ming yurgan damozimiz turibdi. 96 ming yurgan ekan, kechirasizlar 67 milyon so'm. Bahoga qarang, hech yo'q bu baholar. Yine bular ham bütün 68 23 24 her xil damozda imanda yine Andijon Samarkand diskalalar ham turibdi tayyor. Bular ham shu 64 68 milyon. Yine götürüyorsunuz 22 63 milyon. Tayyor hammasi. Xullas kalam birdan ishingiz bitadi, kelayinglar. Do'stlar, xolasanizlar, yili toza Captiva'mız bor. 2017 yilda ishlab chiqarilgan. 4-pozisiya 4S'ni o'zi, Captiva 4'ni o'zi, 62 ming probeg yurgan, metallari bor. Svet ham qop-qora. Bahosına keladigan bo'lsak 198 milyon so'mda turibdi. Ustunda gelishib qaytib beramiz. Mashina akkuratli minilgan. Olib o'zlaringiz bir qator sirib yuvib yana haydab ketaversangiz de bo'ladi. Umuman hech yerda gap bo'lishi mumkin emas. Hozir motorlarni hammasini ochib ko'rsataman. İkinci qatarni ham ko'ringlar. 3. qatarda metan turibdi, sidinasi alingan. Metanni doldurasizlar da haydaverasizlar. Motor filtr. Kimnidir qiziqtirsa, Captiva'nın qidirib yurganlari tashlab qo'ysangizlar bo'ladi. Gelaverasizlar, qo'shni avtoda turadi. Ustunda egalari bilan gaplashib qaytib beramiz. Krediti bor, xohlasangiz gaplashib beraman, kreditini ham davom etib ketishlaringiz mumkin. Necha so'm eldan berib, necha so'mdan chiqacak hozircha hech vajini bilmayman. Qiziqqan odam kelsin, egasi bilan gaplashtiraman. Bizlar 2 milyon so'm bersangizlar bo'ldi. Ariyanni olib ketaverasizlar o'zlaringiz gaplashib. Aman bo'linglar. Endi Tracker bir akşam reklamasi qo'yiladi. Shundan yana bir qisqacha aytib o'taman. 2019 yilda ishlab chiqarilgan 2-pozitsiya propalla ustanovka qilingan kraskalar radnoydadilar. O'zlaringiz yana bir qator tekshirtirib olaverasizlar. Hozir buni pultini edi ekan endi. Ha, bunda ekan. Salon holatlarini ko'ringlar. Ishlar ham akkurat bo'lib turibdi ekan. O'zi qarab aytilgan 137 ming yurgan. Bu narsa bu eng full bo'ladi dedim, zo'r bo'ladi ekan. Hamma yeri men mashinani haydab ko'rmadim. 2 kun bo'ldi haydab ko'rdim. Hamma
Joyi zo'r, xullas kelam. Az arkalarını açık ko'rsataman. İkinci qator. Chixolini ko'ringlar, xohlasanizda o'zini chixolam akkuratli bo'lib turibdi. Yaqmasa go'k svet. Arkalari. Bunda propallari turibdi. Salatsadan doğru Toshkentga qarab chizdiraverasizlar. Bir endam kirchiq chiziqi yo'q. Bahosini keladigan bo'lsak 125 million so'm. Maqbul bo'lsa ustida kelishib qaytib beramiz. Ushaq balon hamma narsasi tayyor. Kelaverasizlar, shu avtoda turadi. Malibu 1 izlab yurganlar, Malibu 1ni zo'ri bor, avtomat korobka, 100% radnoydagi egalari 4 yumshoq balon. Xullas kelam mashina pul surtmisda olib, faqatgina hazratib haydisizlar. Yurgan probeklar ham kam ekan. 183 ming, endi 183 ming kam emas-ku dedi birisi. Bu mashinalara 183 mingdan hech narsa emas. Halol bo'lsa probeki. Endi nima deydi? Yaxshi birovni yomonlamali kerakmidi bellarni? Xullas kelam halol o'zlarini probeklari olib hazratib haydayman desangizda, ina Malibu 1ni zo'ri keldi. Oppoq svet, mozi bo'lib turibdi, men hech yerinde gap yo'q. Ina arkalari metani bor ekan, 100lik ko'ringlar, bemalol metanni ustanobga klastadan ketaverasizlar, xalaq yeringizlar. Mashin gel deb turibdi, libo yere basaverasizlar. Mashinni o'zim haydab ko'rdim, dum yumshoq ekan. Yine 2.4'lik motor, pokoleniya metan, xullas kelam orzungizdagi mashin. Faqatgina kelib bir haydab ko'ringlar, bilasizlar. Mashinni bitadigan bahosini aytamiz, faqat kisa giradigan bahosi 128 million so'm. 128 million so'm. Ozgina yetmasa 10 kun, 15 kun, bir oygacha durami bor. Bemalol kelaveringlar. Mashinni hamma yerine javob, 100%. Avtomat Gentra'nın taptazasını qidirib yurganlarga faqatgina lyuki yo'q. Avtomat diskalada hamma narsasi tayyor. 7000 kilometr yurtibdi. Hazati haydislar. Propallardan ustanobga qilingan yumshoq balonlardan qo'yilgan. Faqatgina bir dona haydaydigan odam kerak. Bahosi 155 million so'mda turibdi. Ustunda agar pullaringiz naqd tayyor bo'ladigan bo'lsa, kelishib beramiz. Mashin taptaza, salondan bugun chiqqaning bo'lib turibdi, ko'rganlaringizdek. Hech yerda gap yo'q. O'zini holati, mashindan taptaza mashinni ishlariga turibdi. Kelib ko'ringlar. Bu paketlar sotun olib qo'yilmagan, qiyinchiga qistirmagan, o'ziniki sistem. Haqiqatdan ham o'zini taptaza narsasida turibdi. Hozir arkalarni ham, motorlarini ham ko'rsataman. 155 million so'ma Gentra avtomatini ko'ring. Taptaza. Propalla ustanobga qilinib, arkasında turibdi, tayyor. Propanni salaslardan bir 400 ming so'ma hazzati paydisizlar. 100% radno, hech endi bir damchi kirchiq, bir damchi kraska hech nima yo'q. Mana paket o'sh, pachka o'sh. Kimnidir qiziqtirsa, bezdi yo'q, 155 million so'm o'zim salondan olingandan shundan qimmat olingan bu. Aman bo'linglar. 2 donani X3 boy ko'rib turganlaringizda, ikkisi ham mexanika, ikkisi ham 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Biri o'zini diskalarida turibdi, birisini Cobalt diska qo'yilgan. Endi birinchisidan boshlaymiz. Ikkinchi pozitsiya 124 ming halol probeg yurgan, metallari bor, pokoleniya qo'yilgan, kraskasi toza ekan. O'zlaringiz ustalaringizga ko'rsatib olaverasizlar. Endi balkim qirchilgani bordi, balkim bir qarish yerida bordi. Ko'pincha egalar aytmaydi bellarini. İkinci mashinamiz 2018-yil, ikkinchi pozitsiya. Bam shu 130 ming, ikkisini probegi bir xil ekan, metallari bor. Baholari 285 million so'mda turibdi. O'zlaringiz qaysini xohlasangiz saylab olaverasizlar. Salon. Mana pult kimda? Nexia 3'te. İlin kalıp yattı bu. Salonda ko'rsatadigan bo'lsak, salonlari. Taram yerini görünüyor. Arkalardan motorlardan göremiz. Ya motorları arka tarafı bemalol xalasanızda görüp alaversizlar bo'ladi. Mashinalar ikkisam qo'sh ko'pirniki, ikkisidan ham generalni belgiladi. İkisinin salonu. Endi buni bir afzallik tarafı
Bir dana çikolonu kirib demeseyizde bir çikol almashtırasda bunda ne deydi usiliter kolonkaları zorundan koyulgan eken. Şumken var eken 100% kendi deflektorlar ham almashgan. Bam şu 85 milyon so'm. Endi bu mashinamizdan ben kolonka gördüm, lekin usiliter boy yo'qini bilmayman. Hozir ko'ramiz. Yaxshi kolonka keyin o'rta ekan bom. Ovoz zo'r chiqib turadi, yomon tomon qo'yganlar. Usiliter yo'q ekan, lekin kenot kolonkasi bor ekan. Xullas qaysini xohlasangizlar kelib ko'rib olaverasizlar. İkisem zor xullas kelam. 85 milyon so'm. Ustundagi naqshtir bo'ladigan bo'lsa kelishib beraman. Matizlarga keladigan bo'lsak, matizlarimiz ko'p. Xudo xolasa 2012-yilda ishlab chiqarilgan Pollux variant 233 ming yurgan, 33 milyon so'm ustunda kelishib qaytib beramiz. Naqd pul bo'lsa, kredit bo'lsa, shu durishini o'zi bo'ladi. Kraskalari zanglari ishlangan faqat. Keyin bunda bir dona bestimiz bor, akşam ham geçte tushirdik. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, zanglari ishlangan, bahosi 30 milyon so'm bo'lsa beriladi. Bu 18 avtomat Spark'maydi? 80 milyon mu bu? 76 milyon so'm, kırçık sızıklarınız o'tirgan shu o'rinda 1-2. Bemalol ko'rsatib olaverasizlar. Yana bir matizimiz 2010-yil 2-paysa Pollux variant 32 milyon so'mda turibdi, lekin buni 28 milyon so'm etib beramiz. Kimnidir qiziqtirsa kelib ko'rasizlar. Egasi srochniy pul zarur ekan, bo'lmasa bu bahoga berib bo'lmasadi. Olib bir qator yuvib silib o'zlaringizga moslab minaverasizlar. Prostoy variant. Keyingi navbatdagi matizimiz 2006-yil 200 ming yurgan 2-paysa Pollux variant, metallari bor, zanglari ishlangan 23 milyon so'm. Egalari bilan gaplashib, mana ustunda 1,5 so'm tushirsa bo'ladi, egadan gap turibdi mashin. Keyingi bestimiz 2012-yil 3-pozitsiya 148 ming yurgan, metallari bor, zanglari ishlangan 35 milyon so'm ustunda ozroq qaytib kelishib bersa bo'ladi. Bemalol kelib bularni ko'rsatib, ustalaringizni ko'rsatib olishlaringiz mumkin. Keyin qolgan 2 dona matizimizni hamon informatsiyasi yo'q, imanda biri bor ekan. 2012-yil 3-pozitsiya 184 ming yurgan, metallari bor, zanglari ishlangan 37 milyon so'm. Ustunda buni ham kelishib qaytib bersa bo'ladi. Lekin rullar o'zgarib, xullas kelam bir narsalar bo'lib, deflektor hamma balasi bor. Bu matizimiz egadan gap turibdi ekan, ozgina zanglari bor ekan. Egasi sotib beringlar deb beribdi, lekin kraska umuman deymagan ekan, hattoki zang ham ishlanmagan ekan. 267 ming probek yurgan, prostoy variant. Metallari hamma narsasi bor, muddatlari ham bor. Buni ustalar bo'lsa qiziqib ko'rsangizlar, egasini o'zi 20 milyon so'm menga beringlar debdi. Lekin 100% ham meri radnoy ekan. Lekin bunday zanglari bor. Asa kelaverasizlar, xudo xolasa matiz ham yana ko'rib turganlaringizdan bir 10 yaqin matiz bor. Matizdan muammo yo'q. Qalanini seylab olaverasizlar. Bir dona best keladi bu, xudo xolasa tayyor bo'lib, bu mashinamiz 40 milyon so'm bo'ladi. Top toza lekin. Bir qator Nexia'lar bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Egadan kelgan Nexia'lar 2014-yil Pollux variant 107 ming yurgan, metallari bor, kraskasi radnoy, bahosi 63 milyon so'm. Ko'rib turganlaringizdek chiroyli holatda turibdi. Mashina olib hazat minmaka bo'ladi, rollarına qarang. Bu da yani qarab edilgan degani. Keyin mokriy svet yana bir Nexia'miz turibdi. 54 milyon so'm. Kraskalarni o'zlaringiz tekshirtirib olaverasizlar. 123 milyon so'm. 123 mingni yurgan. Bemalol ko'rsatib olaverasizlar, mokriy svet. Ish kapotining o'rnida kraskasi ko'rinib turibdi. Shunda deb boshqa endi men kraska ko'rmadim, xudo xolasa. O'zlaringiz ustalaringizga ko'rsatib olasizlar. 123 ming yurgan Nexia lekin zo'r bo'ladi. Ozgina o'zlaringiz qaratib berasizlar. Keyingi Nexia 250 bom 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan. İkinci pozitsiya metallari bor, zanglari ishlangan, bahosi 44 milyon so'mda turibdi. Buni ham ustalaringizga ko'rsatib o'zlaringiz olaverasizlar. Bu anda arzon Nexia 2'lerimiz bor. O'zlaringiz bir qator ko'rsatib taqlab olaveradigan, xullas kalom 2012-yil 250 ming yurgan, metallar bor, kraskasi radnoy. Splashnoy ekan, kechirasizlar, splashnoy 40 milyon so'mda turibdi. Mana ishonli holatlari. Bir arvadakı bezatib tartaveraman, yili toza mashina desangizda, yine shu mashinalar to'g'ri keladi. Baholari arzon hammasini. Bu Nexia'mizni bahosi hozir bu yerda ko'rinmadi, lekin bom shu 40 milyon shunday atrofida turibdi, 2014 da o'xshaydi. Buni bahosini topib qo'yibsiz, so'rab. Keyingi Nexia'miz
2014 yılda işlep çıkarılgan 13 eken 14 kuzup eken şuna yazılan bir de 179 bin yürgen gidrolik bağ eken 1.6 motor eken zengleri işlengen bakası 40 milyon so'm eken. Xullas kelam özleriz görüp ustalarınıza gösterip alaverasizlar. Bunam 2013 yıl 40 milyona tuttu metallari va zengleri işlengen. Bu şu Akyan Svet yine motoruna bakın bunu. 1.6 eken. Özleriz qaratıp taxlap alaverasizlar ki yine bir tane Nexia tuttu. Bular arzon mashinalar do'stlar. 2012 yılda işlep çıkarılan 300 bin yürgen metallar var. Bam 40 milyon so'm. Xullas kelam işodagi mashinalar 40 milyon so'm. Shunday etrafı hammasi bir qator görüp benzin gazını salıp hedep ketaverasizlar. Endi bir 10-15 kun bo'ldi turgan mashinalar hammasi lekin. Asamon bo'linglar, bizning kuzatishda davom qilinglar.